Aşpaz Geldi programmasini a'lo sifati va ishonchiligi bilan iste'molchilarning olqishiga erishgan qadimiy chinomayları alohida qo'lladi. Aşpaz Geldi programmamizni qizil bug'i vitaminli quvvat ichimligi va huzur tuyg'usi atganchayni bozorga solgan Urumchi hayot sochchaklik shirkati alohida qo'lladi. Qizilbayroq kompyuter shaharchisining o'dilidagi Aydaliya muzikalik choyxonasi sizning tug'ilgan kun, xotir kun, shunaqla har xil cho'ng kichik yig'ilishlarni o'tkazishdagi eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Maxsus korxonchi savdogarlar uchun loyihalangan ayrimxonalar savdo ishlaringizga qulaylik yaratsa, koni do'stlar va saboqdoshlarning yig'ilishi uchun loyihalangan ayrimxonalar sizning har xil ehtiyojingizni qondira oladi. A'lo mulozimat, go'zal muhit, mazali taomlar sizni texmo xushal qiladi. Yemek-ichmek sohasidagi yangi yulduz Aydaliya muzikalik choyxonasi. Bu tamoqlar bek o'xshabdi. Qanday etgandi? Rost bek o'xshabdi. Taomlarni bek lazzatli bilan o'xshatgan. Madaniy chinon, bek yaxshi bo'lmay bilan taomlar lazzatga to'lmay. Qadimiy chinoy yurishlik mayllari. Arg'inlik va ruhsizlik his qilgan chog'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. 大家好，你们正在收看的是由爱德利亚餐厅冠名播出的《大厨来了》，我是节目主持人帕兹。Sevimli do'stlar, yaxshimisizlar? Shu topda huzurlarda bo'layotgan har xil tug'ilgan kun, o'ltirish va yig'ilishlarni o'tkazishga intayin mos keladigan Aydaliya choy taomlari tajidorligidagi Aşpaz Geldi programmasi men fazilat keram. Programmamizning qadimiy chino yurishlik maylari alayda qo'llagan. Programmamizni yana o'zur to'gi suti atganchi va o'zur o'shki suti atganchini ishlab bozorga solgan Urumchi hayot savdo shirkati alayda talab qilgan. Sevimli do'stlar, bugungi bo'lgan programmamizda biz mehmon kutishga intayin mos keladigan, intayin yeyishlik va ta'mlik bo'lgan bir tamoqni, yana g'aribcha taomni ichishni o'rganamiz. Undaq bo'lsa, oldi bilan navbatda biz programmamizning konu do'sti Alimjon ustamni taklif qilsak. Alimjon ustam, marhamat. Alimjon ustam bo'lsa hammamizga tunishliq Xinjiang Hardambaq yemek-ichmek poyasidarlik cheklik shirkatining Yan'an yo'lidagi bosh do'konidagi g'aribcha shunaqla junguch taomlar ustasi. Alimjon ustam, qarshi olamiz. Undan bo'lsa ekran oldidagi do'stlarimizga burunqi o'xshash salomimizni bir yo'l versangiz. Yaxshimisilar, ko'pchilik. Men shu Hardambaq qilsamagansiz. Alimjon usta bilan hammalarga o'tib salom bo'lsin. Undaq bo'lsa, bugun biz do'stlarimizga men boy tunishtirib o'tgandek, mush mehmon kutishga intayin mos keladigan taomni ichishni o'rgatamiz shunaqo. Yana mush qarmush ta'mlik kola go'shi. Shunami? Bundan so'ng nurg'ulon do'stlarimizga new payisi keldi-ku deyman. Men boshda bugun new payiti ekanmiz deb o'ylagan. New payitamdiq ya atmamdiq. Bu new payiniki qisqartirilmasi endi. Ha. Ammo kichiklikda go'sht desak bo'ldi. Ta'mi shunga o'xshab qoldi asosiyatda. Asosiyatda o'xshab qoldi, ammo shakli o'xshamaydi shunaqo. Biz mushu kesib chiqargan yupayga o'xshab qoldik-a, demak, qarmush ta'mlik bo'lgandan keyin. Xo'sh, unda bo'lsa, mush ketadigan materiallarni do'stlarimizga bir tunishtirib o'tsak. Ketadigan materiallar mana bu kala go'shi. Kalaning eng yumshoq, eng yeyishib bo'lgan lijiru. Qanchalik tayyor qilsak bo'lar? Mushu mehmonlarimiz qarata 1 kilo yoki 1,5 kilo degandakmi? Kelgan mushu mehmonlar qarab chiqib pas bo'ldi. 2 odam bo'lsa 1,5 kilo asosiyatda yetib qoldi. 4 odam bo'lsa shu 1 kilo chiqarib bersa. Buni hamda chunki boshqa materiallarni ham qo'shir ekanmiz emasmi? Xilijiq bir xil mol chiqar ekan. Shunlashqa odam soni qarta tayyor qilsak bo'ldi ekan. Undan boshqa biz chi to'ygu deb qo'yamiz. To'xu pachiqi mogosi shunami? To'g'ri. Chi to'ygu ketadi ekan, tuxum ketadi ekan shunaqo, yana mushu bir tuxum. Tuxumni asosiyatda mushu go'shtni bir xil aralashtirganda, do'darmak aralashtirganda ishtimizchi bu tuxum. Seriq chetni iqlishlasak bo'ldi tuxumniki. Mishqa deganda seriq ishlasak mayga sog'oqtimizda kuchlar paydo bo'lib qoldi. Shunashqa tuxum ishlatgan vaqtimizda tuxumni iqini ishlatsak yaxshi. Unda qatlashib oldigan yoki boshqa ta'mni sumirib oldigan ishlar bo'lmaydi ekan. Bir tuxum bo'lsa bo'ldi ekan. Undan boshqa ko'k lozim ekan. Shunaqo, buni Paotianjiao demdi nim. Asosiyatda buni Meyrenjiao deb ataydi. Meyrenjiao yiliq odatda biz ishlatadigan lozimga o'xshamaydi ekan. Odatdagi uyda ishlatadigan lozimlar bo'ldi. Umi bulamdi. Bo'ldi. Sharatgacha mavu ona qaraganda ham ta'mni kam tushib. Endi bu birinchidan ta'mni mo'llashtirish, ikkinchidan ko'rkam chiqarish shunaqo. Undan boshqa mush dori-darmaklarni bir ozroq tunishtirsak, oldinsan programmamizda hech qanday dori-darmak ketmagan shunaqo. Endi bugungi oldimiz qarsam dori-darmaklarning turi bir 6-7 xil baka. Shuni bir tunishtirib bizga tushuntirib berasiz? Mana shu ko'rib turibsizlar. Mana bu so'ng piyoz, uni Boştaq to'g'ri olamiz. Chungjangsan deb qo'yamiz. Samsaq, sinjang, zanjivil, samsaq. Mushnamini yaproqchiq to'g'ri olsak, mana shunaqa tayyorlangan qurutmish shu. Buniga qorish etamiz buni.
hozir ikki xil material bor ekan, do'stlar. Birisi bo'lsa ta'mlantiradigan materiallar, yana birisi bo'lsa shu qo'radigan materiallar. Boy degan shu zanjivil, sinjang, so'mpiyaz, samsaqlar bo'lsa, biz qo'raydigan ishlatadigan materiallar ekan. Ular bo'lsa ta'mlantirganda ishlatadigan materiallar-chu, tuxumni deb o'tdik. Tuxumni. Andan keyin kraxmal. Kraxmal. Mal kraxmal shunday. To'g'ri. Bu kraxmalning masalan yangyoning, andan keyin ko'mmuqunaqning deb har xil ayiradi ekan. Bu biz qaysi xil kraxmalni tayyor qilsak? Hozircha yangyoning qo'zab bo'ldi. Tudo degan deb qo'yamiz, yangyoning kraxmali. Undan boshqa men tunuydiganlarim deb baqaya, tuz ketadi ekan, tuz. Bu tuz emas. Shika. Sizga qaragan tuzdek kelma shikadek undaq narsa emas. Bu nima? Bu degan sonrafon deb ataymiz. Uni mushtaq go'shtlarniki bir xil taxim yumshoq, mundaq chiqishiga. Qo'y go'shti qolguchsal qattiqroqcha. Buni ozroq aralashtirib olsak, mush go'shtniki yumshoq chiqishiga bir kafolat qilib bo'ldi. Yaxshi tam tabiatdan keladi. Yaxshi meva, yaxshi tanbeh. Siz yoqtiradigan tamni tansalgan tabiiy materiallarda tujupilab ishlangan ko'kchi quvvat suyini har kuni xushallik bilan iching. Bu quvvat o'xshamaydigan quvvat. Koni his tuyg'ularni uyg'ota oladigan quvvat. Tabiatga eng yaqin quvvat. Jon ko'kchi quvvat suyi. Arg'inlik va ruhsizlik his qilgan cheg'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. Kraxmal tayyor bo'ldi, bizning so'ngrong tayyor bo'ldi. Ma'lum o'sdan. Bu maxfiyatlik degansiz, maxfiyatlik. Taylangan quruchimda. İçida azroq jijin fumba, azroq qapmuchba. Dengiz tuzi bor o'xshamamdi, xayyan, cho'ngroq turibdi. Ustiga new pay tolyo deb ayrim bir xil o'ziniki bir kraxmal bor buni. Ayrim do'darmaklari. O'sha maxsus new pay bali qildigan bir xil do'darmak. Men buni ko'rgan o'dayman. Odatda shu biz tala bozorlariga kirsak, asosiyatdan bor. Birinchisi mushuliqi qarmishdamlik qiyam qilayotgani, ya'ni pishirib bo'lgandan keyin ustiga sochadigani. Yana birisi bo'lsa, bunda uvoq shaklda. Buni go'shtni balliga vaqtimizda qo'ydigan ekan. Do'stlar ashay berib oz bo'ldi ekan. Buni biz ta'mlantirgan vaqtida ishlatdik ekanmiz. Xo'sh, 3-material tugidi. Endi mau jangyo. Buni jangyo desak bo'ladi, laucho deb qo'yamiz. Laucho, Lauchoning ayrim, jangyoning ayrim emas. Birasini to'g'ri topamabdi-man. Laucho shunday qoldi. Laucho. Sizni so'rab qolsam, Alimjon usta, men bakmush laucho bilan shingchoni farqlandirmayman. Zodi qanaqroq vaqtlarda laucho ishlatamiz, qaysi vaqtlarda shingcho ishlatamiz. Endi bu lauchoning ta'mida azroq tuz ta'mi bor. Ham buningki nimasi bak qora. Buni sog'liqimizga tomoqning rangini bir xil qiniqroq holatga demak biz rangi qiniqroq, masalan, qo'rdoq deganga o'xshash tomoqlarni qilgan vaqtimizda tangsu yu deymiz, qo'go yu degandaklarni qilgan vaqtimizda shundaq laucho ishlatdik ekanmiz. Amsa boshqa rangi sal susroq bo'lgan taomlarga shingcho ishlatdik ekanmiz, shunaqo. Shingcho degan ham asosiyatda bu bir jangyochi. Bu mashda bir xil tamsazgusi bunday qilgan narsa. Uni asosiyatda biz qo'rg'oqda bil qo'rg'oqtimizda mushtaq xonshada yu deymiz. Masalan, sönzü yu deymiz, tabaqlarni qo'rg'oqda shuni qotimiz. Ishqi biliq tayyorlik tabaqlar qo'sak bo'ldi. Odatda yumshoq ro'sir, gumboj degan bunday tabaqlarga qo'sak bo'ldi. Shu odatliq bir narsani o'rganay deb ochsam, laucho, shingcho, jangyo deydi. Menda qarsam rangi o'xshash bo'lgandan keyin hamsini jangyo deydi ekanman, ammo hammasining ba'zi detaylarga qijmalarga to'kkandimi, ishlatgandimi biz ba'zi mushlarni ozroq ishlatib qoldik ekanmiz. Demak, bugun biz ishlatganimiz bo'lsa laucho, mana bu rangni texmi chiroyli qilish, ta'mni texmi mo'l qilish uchun laucho ishlatibdik. Buni jiq ketmaydi o'xshaydi, laucho. Unda bo'lsa, buni bilaman, bu xaoyo, shunami? Xaoyo ketadi ekan, buni jiq ketmaydi ekan, qarsak, muvofiq miqdorda tayyor qilib olsak bo'ldi ekan. Endi meni bilmadim. Bu qarmuch. Bu qarmuch emas-ku. Qarmuchniki bak azgina emas, balki mushtaq azroq azroq. Bak izakina o xijao fung ba. Xijao suy ba. Ikisi o'xshamaydi-chi. Fung bilan suyning azroq farq bo'ldi. Bir so'z qarmuch, un shakldagi qarmuchga, yana birsi bo'lsa, shu qo'limizdagi, endi buni biz 71 azgan desak bo'ldi ekan, qarang.
Mushu qarmushning asldagi rangini bilalaydi ekansiz, undan boshqa ozroq shakli bor ekan qarmushning. Ammo qarmushning asldagi eng boshdagi undaq shakli yo'q. Shunaqa buni ham 70% ezib olgan qarmush desak bo'ladi ekan. Am buning o'rnida biz buni topolmay qolsak, qarmushning unini ishlasak bo'ladi. Ovoq shakldagi qarmushni. Bo'ldi. Bo'ldi. Endi bakrak tavsiya qildigingiz ma'lumkanda, bakrak tam chiqadigini. Hozir shu ta'mlantiruvchi xurishlarni do'stlarimizga bir tunishtirib o'tdik. Undaq bo'lsa, hozir mashg'ulot boshlab o'tamiz qo'shimchasidan. Qo'saq ashdi, oshpaz keldi deb boshlaytaylik endi, ya. Mushning hammasini to'g'raymiz shunday. Oldi bilan go'shtni mana mushtaq yaproq chalatdi. Niyopay desam, meni liqidni biz yelpaqdab to'g'ri oldiga o'xshaydi deb men unda emas ekan. Ularniki o'xshamaydi-ku. Non ballash usuli, to'g'rash usullari o'xshamaydi. Endi mehmonlik bo'lgandan keyin demisinoylik har bir odamning oldiga bir taxsa, undan keyin vilka, qo'shuq, u narsalarni olib borgandan mushnaq biz tayyor olib chiqarib bersang bek yaxshi ekan, ha. Nima bo'lsa buni mush taxsi tizgan vaqtimizda bek ko'rkam chiroyli chiqadi deyman, ha. Ha, moguni mana shu go'shtning shaklida o'xshash to'g'ri oldi ekanmiz shundaq-ku. Saylıqı adətdə biz muş polo yeydigan çoğraq qoşuqda 2 qoşuq qoysaq bo'ldi ekan, ha? To'g'ri. Buni ham qanchalik vaqt ta'mlantirsak bo'ldi usta? Buni sirchatdan 3-4 minut atrofida mushtaq aralashtirib, cho'qim tam yaxshi ko'rishimiz kerak. Hozirning o'zida mamnuniyatda tam kirdi ekan shunaqo. Demak biz to'xtamay qo'limiz bilan shu aralashtirdik ekanmiz, ha. Endi buning qo'limiz bilan aralashtirishimizning sababi bo'lsa, birinchidan tam yaxshi kirish. Ikkinchidan mana bu biz boy qo'shgan materiallarning tagshi shunday aralashtirilishi uchun, ha. Buni endi hozir 3-4 minut atrofida biz ta'mlantirib oldik ekanmiz, ha. Bu miya to'p-to'sun. Xo'jayin, tam-tamshaydigan ustam yo'q, sakız bek ko'p qanday qilamiz? Nemanchi jiddiyliksan? Ustam bo'lmasa, mana men bog'o, ansirma, zakasini to'xtatma. Oshpaz ustamli bo'ladi ekan, ansirash behojat. Mehmonlar, ta'mi qandaqroq bo'pti? Ustam almashgan o'xshamamdi. Ta'mi burunqidan yaxshi bo'pti. Bu ta'm bizga bek yoqdi. Oshpaz ustam tetit qo'llari. Tinimsiz hayotda arzu-armonlarimizni qo'g'lab, jiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simasini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Apana keldim. Qizim, keldingizmi? Huzur to'gi suti atgan chayi yedingdan onamning mehrli yedini topaman. Huzur to'gi suti atgan chayi. Xo'sh, ekrandagi sevimli do'stlar, mana hozir biz kala go'shtini to'g'rab ta'mlantirib oldik. Hozir 3-4 minut vaqt o'tib ketdi. Endi mashg'ulot qilsak bo'ldi shunaqo. Unda o'z bugun biz qadimiy China zeg'ir mini shilpaqamni qustama. Ha, mana maynimi to'kib oldik. Demak, qozonning yarmi kaydak to'kib ekanmiz shunaqo. Endi buni biz kala go'shtini ichiga silib, mush mayda pishirib oldik ekanmiz, ha? Hozir qizigan holat salamdiq yoki normal holat salamdiq?
Buni bek qizitibmi, bek boshmaymiz işte o'ttir halolga qo'ysa. Taxminan shu 60-70 gradus atrofida shundami? 60-70 bo'lsa. Bo'lib biz shu yog'da pishiradigan, taomlagan yemeklar kelgan vaqtimizda amalda shu 60-70 gradus atrofida salsak, sirtimi chiroyli ko'rkam chiqadi ekan, ichimi yaxshi holatda pishir ekan. To'g'ri. Uning ustiga tomoqqa behaday qattiq diqqat qilsa bo'lmaydi. Shu rost. Chachlab ketib qolsa, odamning qo'lini ko'ytirib qo'ydigan bunday ishlar yuz berdi. Shunga shu tomoq etganda o'sha mayninimizga qattiq diqqat qilishimiz kerak. Biz olimjon ustamda deb qoldingiz, sizmi shu tomoq etish jarayonida ishtah yorlantirib olgan vaqtlaringiz bormi? Kunda demansiz. Balkim oldirash vaqtlarda endi ko'p qoldi u, Ko'p qoldi undaq ishlar. Undaq ishlarni hech qanday qadam qutlublamaydi. Oshpaz bo'lgan ekanmiz cho'qim unga chidishimiz kerak. Endi har bir kasbning o'ziga tushliq ashta qiyin xatiri bor. Men bir qitim to'rda bunday narsani ko'rgan. Shu kraxmalni cho'qim gaz o'chig'idan yiroq tutish kerak. Chunki masalan to'kkan vaqtimizda gaz o'chig'idagi o'tga tushib ketib qolsa, ma'lum darajada masalan portlash yuz berishi mumkin deb anglab qolgandim. Shundaq-ku. Shunlashqa mujtama qatgan vaqtimizdami o'xshamasin eng muhimi bexatarlikka diqqat qilishimiz lozim ekan. Ustam shu moy qo'ygandimi biz diqqat qilgan ishlar bormi? Masalan, qanday qilsak, iliq chaplashib qolmaydigan, kuyib ketmaydigan ahvollarni saqlanib bo'ladigan amallar usullar bormi? Usuli bor. Shu qozonni o't qo'ygan vaqtimizda qozonga hech qanday bir narsa qo'ymay turib, quruq holatda shundaq-ku. Qizitib olamiz. Uni keyin bir 2 chumch moy elib, shu qozonni ichini ozroq bir qo'ygandan keyin maylivatga atrofidan boshlab qo'ydik ekanmiz shundaq. Uzoq maylivatgandan keyin mayni to'kitib qaytadan qo'ysak, sizlar o'tib ketgan o'sha shunday qo'pol solmaydi ekanmiz. Shunlashqa moymi bak chijirab ketmaydi ekan, chachirab. Mana hozir biz tamlantirgan kala go'shtini mayda qo'rib oldik. Hozir bir 2 minutdan oshdi shunaqu. Odatda shu kala go'sht iste'mol qilishni menimcha bo'lgan do'stlarimiz yaxshi ko'radi. Tam yaxshi, undan boshqa may tarkibi oz shunaqu ustama. Shu liji go'shti bo'lsa, shu kala go'shti ichidagi eng yaxshi bo'lgan go'sht bo'lib hisoblanadi ekan. Shunlashqa xalqaro mu bek yaxshi ko'rdi bunday kala go'shtni iste'mol qilishni. Mana hozir biz 3,5 minut atrofida qildik. Uyda hamda shu amaliy ahvol qarata 2,5 minut, 3 minut yo 3,5 minut atrofida qo'rib olsak bo'ladi ekan. Bugün uyga mehmondur ata va ona. Tomoqlarim o'xshaydi bulg'ashaqdan. Lazzat berar shoxdan, lazzat berar shoxdan. Ishonch bordir har uyda bulg'ashaqdan. Lazzat berar shoxdan, lazzat berar shoxdan. Uyimizda shod bayram bulg'ashaqdan. Saf taom yurishlik moylari. Dana chiqdi ekan-a. Olimjon ustam mushtal yesak bo'g'dakchimi? Mushtal yamdi qanday alan chiqirib olgan. Zirat sepib ozroq lami bilan yesanglar bo'laydi. Shu. Hozir bu go'shtning ichida tami borchi uni ustiga. Tami bor, mana tamlantirib olgan kala go'shtni biz mayda bir qaytim qo'rib oldik. 3 minut, 3,5 minut atrofida bir qo'rib olib, avvalgandan keyin qaytadan solamiz shunaqu. Endi mogoni soldik ekanmiz-a. Mogonimi taxminan qizagan holatga kelgizib olsak bo'ldi ekan shunaqu. Ya'ni shu uydagi o'choqning ahvoli qarta 2 minutdan 3,5 minut atrofida qilib olsak bo'ldi ekan. Mana hozir mogonimni suzib avaldik. Vau. Sap seriq chiroyli rangda chiqdi-ya. Mana. Endi lozim to'kkanlik to'kmadik usta. Mayda bir o'tkazaylik. O'tkazaytamdik. Lazını mayda pişirib olganda ta'liqi rangi bir xil qiyniq bo'ldi ekan-a. Qip-qiniq yeshil, qip-qiniq qizil rangda bo'ldi ekan. So'ngjansan, ya'ni samsaq, zanjiril, piyozni sevaldi ekanmiz-a. Endi Xaoyodan bir qo'shiq. Shunaqa ustama. Endi-chi, ma'lum. Qarmush, ya'ni 70% uvaqli qarmush.
Vay. Bayqi mayda pişirib olgan yemek qurishlarimizni savaldık. Aş tam chiqdi ras. Qarmishning tam chiqdi. Endi lauchou qo'yib olamiz shunday qilib. Lauchou. Endi buni azroq tuz sevitimiz shundaymi? Azroq tuz silib ta'mlantirib oldik. Azroq suv qo'yib ekanmiz. Endi taqsimizni tayyor qilib olaylik. Vah. Buni bekchi qo'rib ketishning o'rni yo'q ekan shunday, chunki bay qurishlarning hammasini biz mayda pishirib oldik. Shunlashqa ta'mni chiqarib olsak bo'ladi ekan. Mana qarmush tamlik kalı go'shi tayyor bo'ldi. Nima degan chiroyliqa, qizil, yeshil, seriq har xil ranglarda bir qarsangiz shunda ishtaringizni ochar ekan. Hamda shu tamog'imizga eg'iz tegishdan burun biz aldi bilan huzur to'g'isida aytgancha bir eg'iz tegib baqaylik, Alimjon ustam. Qani marhamat. Qani Alimjon ustam. Alimjon ustam o'z qo'li bilan qo'rib bergan shu qarmush tamlik kalı go'shi. Demisimi biz shunchalik qo'rg'onga tushib, unda qattiq bo'lib qolmabdi, sirti churuk, ammo ichi yumshoq bo'ldi ekan bu xil go'shtlarning, Men o'ylaganimda, bundaq yangi tayyor go'sht akasak bundaq bo'lmaydi deb o'ylagandim. Ammo unday emas ekan, do'sturimiz xotirjam bo'lib bo'g'dak. Intayin shirinlik emas go'sht. Sirti churuk, ammo ichi shirinlik, Mo'g'usin yeb baqaylik, Mo'g'usin bahishga. Mo'g'ularning ayrim bir xil ta'mi bor. Shen deb qo'yamiz shu baka. Shunlashqa go'sht bilan mo'g'u birlashib bakpayz bo'ldi ekan bu. Mehmonlik qilamiz, odatda biz o'zimizmi uydadimi shunday yaxshiroq narsa yegimiz kelib qolsa tomoqlarni o'zimiz etib yesak ham bo'ldi ekan. Aytmi ta'simas ekan, Mana sevimli do'stlar, boyiqi mehmonlik qaribchi taom, ya'ni qarmush tamli kalı go'shi qo'rmimizni intayin o'ngishli qalda etib oldik. Do'stlarimiz meningcha bo'lsa, o'z uyida sinab baqsa bo'ladi ekan. Mehmonlik ko'rkam, eng muhim intayin yeyishlikka. Ekrandagi sevimli do'stlar, bugungi programmamiz mishada oxirlash oldi turibdi. Albatta, programmamizni izchil qo'llab kelayotgan ekrandagi eng sevimli do'stlarimizga eng cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Uningdan boshqa yana programmamizning tajidorligini olgan Aydiliya choy taomlarga chin ko'nglimizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga va yana programmamizni alayda qo'llagan qadimiy Chinav yurishlik maylarga chin ko'nglimizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Uningdan boshqa yana programmamizni izchil qo'llab kelayotgan Huzur to'gi suti atganchi va Huzur o'shki suti atganchini ishlab olgan Urumchi hayot cheklik mas'uliyat shirkatiga chin ko'nglimizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Uningdan boshqa yana bugungi programmamizda bizga intayin yeyishlik bo'lgan tomoqni etishni o'rgatib qo'ygan Xinjiang Hardambaq yemak ishmak pay hasadorlik cheklik shirkatidagi Olimjon ustamga chin ko'nglimizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Unda bo'lsa sevimli do'stlar, bugungi programmamiz mushada oxirlashdi, ammo nodir bo'lgan mazmunlarimiz hargiz oxirlashmaydi. Kelaksan programmamizda biz davomli eng yaxshi yeyishlik bo'lgan taomlarni etishni o'rganamiz. Kelaksan programmamizga erishaylik. Xayr xo'sh. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Xinjiang Sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati Ziya Zaytun yig'i oldin tanlashingiz bo'lsin. O'riqlay desangiz, Ömür cho'lpini tantiman kollagenlik aqsil oziqlik talqinini iste'mol qiling. Figura o'riqlatish yurishliklari badan go'zalligingizga asos solg'usi. Mukmuk markalik ochiq chuchuk tofuqiqi va kabob tamlik tofuqiqi sizga esil tam ata qiladi. Cho'nglarga vafodorlik yetkazishdagi yaxshi tanlashingiz Milanda sap alqat sharbati. Xinjiang Barda Savdo cheklik shirkatining Xinhua janubiy yo'liga joylashgan Ardil yemeklik xurishlari do'koni a'lo mulozimati va sifatli mahsulotlar bilan har millat xalqining yemeklik xurishlariga bo'lgan talabini bejandillik bilan qondirib kelmoqda. Yemeklikka ishlatadigan har xil a'lo sifatli qaymoqlar, shokoladlar, un, may, tetutqu va har xil yemeklik xurishlarining turlari to'liq qolmay, tort pishiriq va yemeklik tayyorlashda ishlatadigan har xil shakldagi qilib va uskuna asboblarga to'pliq. Yemeklik xurishlari setib olishdagi oldin tanlashingiz Ardil yemeklik xurishlari do'koni. Ardil